yaratan seni Tataristan gurur halkın için yaratan. Bugün 18 sentyabr Tataristan tarixinde istelikli günlerinin birisi. Tataristan Respublikası Prezidenti Rüstem Minnihanov resmi ravishda o'zining vazifasına kirishdi. 11-13 sentyabrda bo'lgan saylovlarda bardıq kandidatlar o'zlarining platformalarini kelajakka nishik borulari to'g'risida har bir choralar to'g'risida jekirdilar. Mana bu ülkede Xizmat gazetasi da chetda qolmadi. Bizga berilgan materiallar zakon negizinde jirabaga solib, o'zimizning xizmat betlarida chiqarildi. Ham bugungi kunda bu saylovlar tinch, matur ettirib o'zgan ekan. Biz har holda Xizmat gazetasi redaksiyasining, onun jurnalistlarining ulushi zo'r deb o'ylaymiz. Gazetimizda tugul, saytimizda, shulay Instagram betlarida saylov turida, ham endi saylov kunida olib borgan reportajlarda bizning o'quvchilarimizda zo'r qiziqishni uyg'otdi. Kelajakda dagin birga bo'lib, saylovlar bo'lgan uchroqda har vaqtda dagin obyektiv, ham endi bu saylovlarning ilimiz respublikasi yozmishina o'ng'ay yig'inti yasay turgan bo'lajag'iga ishonib, biz o'zimizning kuchimizni qizg'anmaymiz deb o'ylayman. Canirken erken bilmişsin Tatar televizyon yaratan